Prezidentimizni bugungi tilga bunday e'tibor qaratishligi olamshumul ahamiyatga ega. Men tilshunos sifatida shuni e'tirof etamanki, butun erishgan yutuqlarim, nemis, ingliz, shved, boshqa tillar bo'yicha erishgan yutuqlarim ona tilim tufayli. Bu bayramda biz orzu qilganmiz. Boshida turganmiz, kurashganmiz. Mustaqillik bayrami bilan bu egizak. Shuning uchun prezidentimiz alohida bunga e'tibor beryapti. Ayniqsa keyingi 8 yildagi qilingan yutuqlar, qo'shnilarimiz bilan bo'lgan muloqotlar, ayniqsa xalqning hovlisiga kirib, xalqni dardini ko'tarayotgan siyosatlar til orqali. Tabrikni chuqurroq olib ko'rsangiz, jamiyatimizda hamma sohalari qamrab olingan, qilingan ishlar yo'lingan, hamda qilinajak ishlarga ham urg'u berilgan. Eng zaruri shu, erishilgan yutuqdan to'xtab qolishimiz kerak emas. Hali biz o'zbek tilining maqomini bundan-da yuksakligini bilishimiz kerak. Prezidentning tabrigi til to'g'risida emas, millat g'ururi, xalq g'ururi. Til bayrami emas bu, xalq bayrami bu. Kuni kecha mana biz mutaxassislarni, ayniqsa butun xalqimizni quvontirgan asosiy bayram tuhfasi sifatida aytishimiz mumkinki, muhtaram prezidentimiz tomonidan davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar yuzasidan qaror qabul qilindi. Mana shu qarorda asosiy masalalarga to'xtalganki, bugungi kunda jamiyatimizning har bir sohasida, iqtisodiy soha, siyosiy soha, ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy, ta'limiy barcha jabhalarda o'zbek tilini yanada takomillashtirish, yanada kengroq joriy qilish masalalariga to'xtalib o'tildi. Bunda aytishimiz mumkinki, ko'p vaqtlardan beri kutilgan asosiy masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bir idora tashkilotda, davlat muassasalarida ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimlarining joriy qilinishi bugungi kunda endi bu sohalarda davlat tili bilan bog'liq bo'lgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf qilishiga bir zamin hozirlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga o'zbek tilini milliy til sifatida ularga tafakkur tarziga, ongu shuuriga uqtirish masalalari shu kichiklik paytidan, yoshlik paytidan o'rgatilish uchun alohida o'quv adabiyotlari, darsliklar, audio, video materiallar, animatsion, multimedial vositalarning yaratilishi bo'yicha alohida maqsadlar ko'zlanganini ko'rishimiz mumkin va bu bo'yicha ularning yoshiga mos keluvchi lug'atlarning ham elektron shakllari joriy qilinishi endilikda bolalarning telefon vositalaridan, gadjetlardan, behuda o'yinlar bilan vaqtini ketkazmasdan, balki o'zlarining yoshiga mos ravishda turli xil audio, video materiallar asosida o'zbek tilini nafaqat yozma nutqini rivojlantirishda, balki og'zaki nutqini rivojlantirishda ham yosh avlod vakillariga samarali, foydali, amaliy ahamiyatga molik bo'lgan ishlar maxsus qarorda ko'rsatib o'tilgan.